Xo'p, assalomu alaykum. Xo'p, biz aytgan shu mashhur kitobni tarjimasini boshlaymiz. Bizni birinchi kitobimiz Al Brooksdan olingan Trends kitobi. Birinchi kitobi 2012-yilda yozilgan. 7 qissa arziydi. 2012-yilda yozilgan Al Brooks kitobining qisqacha tarjimasi haqida gaplashamiz. Al Brooks Training Projection Trends box, ya'ni trend haqida ajratilgan qismi 3 ta kitobda iborat ekan. Al Brooks kitobi. Mana birinchi kitobda aytyapman. Birgalikda qilamiz deb. Xo'p, ta'rifni o'zi sizga sal to'g'ri. Mamlakatning harakati eng foydali jihati deyapti. Bozor oldingi barlar yoki trend chiziqlaridan tashqariga chiqqanda keyin nima sodir bo'lishi deyapti. Xo'p. Bozor har doim inersiya holatida bo'ladi. Ya'ni u nima qilayotgan bo'lsa, o'sha yo'nalishda davom etishga moyil. Agar u trendda bo'lsa, teskariga aylanishga harakat qiladigan shamlar muvaffaqiyatsiz 80% deyilgan. Agar u trend range'da bo'lsa, trendga chiqish bo'yicha harakat qilgan harakatlar 80% muvaffaqiyatsiz bo'ladi deyapti. Agar kun boshida kuchli trend bo'lsa va keyin bir necha soat tor range yuzaga kelsa deyapti, bu trend davom etishi uchun kuchli imkoniyat yaratadi. Xo'p, ya'ni muvaffaqiyatsiz breakout esa kun oxirigacha davom etib, swing trend uchun a'lo imkoniyat hisoblanadi. Katta tanali barlar kuchli trend bildiradi, oddiy. Ammo uzoqda davom etgan trenddan keyin juda katta bar bu trendning charchashi yoki tugashi belgisi. Kilminax cho'qqi haqida gap ketyapti bitta. Bunday holatda deyapti, yangi savdoga kirmaslik, balki narx harakatini biroz kutish kerak deyapti. Trend bar, ya'ni yo'nalish kuchli bar, masalan, katta bull yoki bear bar bu harakatning cho'qqisi Kilminax deb tashkil etishi mumkin ekan. Har bir Kilminax esa teskari aylanish uchun reversalning boshlanishi hisoblanadi deyapti. Ko'p yangi treyderlar Kilminaxni reversal deb o'ynaydi, lekin bu xato. Chunki Kilminax bu hali faqat bozor haddan tashqari tez harakat qilgan bosqich, ammo hali teskari aylanish to'liq tasdiqlanmagan deyapti. Kilminax qachon tasdiqlanadi? U birinchi pauza bar, ya'ni to'xtalish yoki sekinlashish belgisi bo'lgan bar paydo bo'lganda keyin tugaydi. Masalan, agar ketma-ket 3 ta bull trend bar bo'lsa va keyingi bar kichik bull bar, tepasida soya bor va kichik inside bar doji bo'lsa, bu Kilminax degani. Bu 3 barli Kilminax deb kerak. Xo'p, Kilminax haqida sizlarga tasavvurga qilishga mana bu Kilminax desa bo'ladi. Xo'p, Kilminax bitta mana bu. Men kiryapman Bitcoin'ga. Xo'p, Euro USDga kiraylik. Euro USD Kilminax izlaymiz. Kilminax ya'ni trend oxirida paydo bo'ladi. Siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Trend qanday oxirligini bilamiz. Mana shunchaki navni ochamiz va kuchli harakat kutamiz. Va kuchli harakat mana shundan buyog'iga tugadi. Kuchli harakat mana shu kuchli harakat deyiladi. Va undan keyin nima bo'lyapti? Berish harami desa ham bo'ladi. Berish haromi desa ham bo'ladi o'shamda. Va ya'ni berish trendga ishlovda, короче, berish trendga signal shunchaki qarab aytsak ham bo'ladi. Просто Kilminax degani shu juda tez harakat qiladi-da bozor. Bozor Kilminaxda juda tez harakat qiladi. Ya'ni bozorda faqat xaridorlar paydo bo'lib qoladi. Masalan, bo'lish Kilminaxda va xaridorlar keskin bozorni tepaga ko'tarib yuboradi. Va o'sha joydan rostdan ham keyin narx pastga tushadi va o'sha joyda rostdan ham tez qiladi. Bozor rostdan ham bu joyda sotuvchilar ko'pmi, sotib olishlar ko'pmi deb yana tez qiladi va
yana berish trendi davom etadi. Bunda ya'ni narx nima qilayotgan bo'lsa, shu narsani doim qilib kelgan. Shuni bilib qo'yish kerak. Ya'ni men qilgan xatoni ko'ramiz. Mana bu bo'lish trendi ketyapti so'rovni. Men mana bu yerga kelganda mana Monday edi. Xo'p, seshanba kuni mana shu yerda menimcha berish kirdimda. Berish va narx yana ko'tarila boshladi va men stop lossim ishladi va ziyonda chiqdim, to'g'ri. Ya'ni bozor nima qilayotgan bo'lsa, shu narsaga moyil bo'ladi. Kimning aksi cho'qqi xuysam kerak emas. Просто tushunish uchun kitobda o'qishganda shu nima uchun shunday bo'ladi, nima uchun narx kimlash nuqtalarini test qiladi. Xuddi mana bunday. Mana sekin keldi va sekin-sekin ko'tardi va kimlash cho'qqi hosil bo'ldi. Mana bunday kelma chapdan kichik sham bu reversal sham. Endi narx pastga tushmoqda. Va bu yerda pastda test qildi va test qilganda mana bir hashga kirsak, yana bo'lish shamlar kutsak bo'ladi. Ya'ni bo'lish signal shamlar kutsak bo'ladi-da. Mana bu bo'lish sham. Reversal. Bo'lish trendda har qanday bo'lish signal sham bu ishlaydi. Yana bitta sizlarga qo'yday. Bu ham shu kitobdan olingan keladi. Xo'p. Terminal haqida gap ketyapti. Qo'ysam terminal nima kerak? Shu gapda shamlarni aniqlash yopilish yaqin bo'lsa bu yetarli deyapti. Mukammallikka erishish urinib faqat vaqtni yo'qotish kerak emas deyapti. Qaysi vaqt ishlayotganingiz muhim emas. Muhim bo'lgan narsa patternni reversal sifatida tan olish va ularning barchasi reversal pattern hisoblanadi. Har bir breakout muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lsin, oxir-oqibat trend change'ga olib keladi. Nimadirlar aytmoqda. Agar breakout yangi pastlikka muvaffaqiyatsiz bo'lsa, bu Burs va Bears'ning narx juda past deb kelishganini ko'rsatadi deyapti. Siz qanchalik to'g'ri ekanligiga ishonchingiz komil bo'lsa ham, har doim sizga qarshi fikr mavjud. Xo'pda. Eng muhim skill deyapti. Oldingi bar ustida yoki pastda ko'proq bo'y yoki sell mavjudligini aniqlash. Bu o'sha gap. Ya'ni har bir barda nima kuchli, nima yo'qligini aniqlash. Hop, mana bu barda nima kuchli? Bo'lish trend, bo'lish общий trend, bo'lish day time frame. Va mana bu barda bizda mana doji biladi va mana bu barda kuchliligini bildiryapti. Berish, bo'lishdi. Mana bunda ham. Mana bunda esa strong selling, ya'ni sotuv bosimi bor. Xullas soyaga qarab aytamiz. Tanasiga, shamni tanasiga va soyasiga qarab uni kuchli bo'y harakat yoki berish harakat, ya'ni sotuvchilar yoki xaridorlar bosimini bilsak bo'ladi. Xo'p, counter trend savdosi deyapti. Trendga qarshi savdo. Juda past ehtimollik bilan muvaffaqiyatli bo'ladi. Shu sababli eng yaxshi trend bundan savdo faqat trend o'zgarishi haqida aniq dalil bo'lsagina bajariladi. Hozirgi yosh avlod o'zi bu sohaga kirishdan maqsad bo'ladi. Xususan tezroq, ko'proq degan narsaga ishlaydi va counter trendga kirishga harakat qiladi. Xuddi mendek. Counter trend degani o'zim aytibman. Trend nima qilayotgan bo'lsa, shu narsani qilishga moyil. Agar trend bo'lish bo'lsa, reversal shamlar, mana bunaqa reversal shamlar bari muvaffaqiyatsiz. Ya'ni bu trendga qarshi harakat bo'ladi va counter trend deyiladi. Bunda ham aytyapti, faqatgina juda past ehtimollik bilan muvaffaqiyatli bo'ladi deyapti, trendga qarshi savdo. Shu sababli eng yaxshi treyderlar bunday savdo qilmaydi. Yaxshi professional treyderlar bunday savdo qilmaydi. Bunday savdo faqat trendni aniq berish signalligini tasdiqlagandagina savdoga kirishadi. Mana bu yerda qara, narx ko'tarilgan va mana bu to'liq qoplab olyapti. Narx tepadan pastga tushib, polniy sotuv bosimi va yana sotuv bosimi. Va undan keyingi payshanba kuni hosil bo'lgan yana sotuv bosimida iborat berish ham, yana berish ham, ya'ni haftalik mana bunday sham hosil bo'lgan, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 ta.
Ya'ni bo'lish ham hosil bo'lgan beklikda, lekin yuqorida uzun sham soyasi bor. Bu degani storm selling degani. Va u joyda mana bunday counter tasdiqlab yana bu yerda kirishimiz mumkin. Mana bu chatda ham. Ya'ni aytganim, counter trade'ga kirmoqchimisizlar? Counter trade'ga kirish maqsad, counter trade'da risk reward katta bo'ladi. Ya'ni foydaga nisbatan, ziyonga nisbatan foyda juda katta bo'lgani uchun tezroq pul topish uchun hamma counter trade boshlandi deb tezroq kirishadi va trend aslida davom etaveradi. Bu eng ko'p qilgan xatom bo'lsa kerak. Xo'p. Yana ham hozir ham qilyapman bu xatoni ko'pincha. Demak shunday. Counter trade'ga kirish xato deyapti. Xo'p. Trendlar ko'p hollarda treyderlarni o'ylagandek qisqa muddat davom etmaydi deyapti. Shuning uchun trendga qarshi qilingan savdolar ko'pincha muvaffaqiyatsiz bo'ladi va natijada yana trend davom etadigan pullback yoki trend yo'nalishida kirish imkoniyati yaratiladi. Xo'p, signal bar agar signal bar trend yo'nalishida bo'lsa, trend muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli juda yuqori. Yuqori.